Hallo an alle. Assalamu alaikum hammaga. Heute ich bin in Kassel. Hinter seht ihr Kassel Hauptbahnhof. Und heute ich möchte Ihnen die Stadt ein bisschen zeigen. Los geht's. Germaniyada agar siz kiyim sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta hamma brendlar mavjud Germaniyada. Istalgan brenddan kiyim xarid qilishingiz mumkin. Lekin eng arzon kiyimlarni qidirmoqchi bo'lsangiz, albatta New York tarmoqlariga borishingiz kerak bo'ladi. Men City Point Kasseldagi mo'lga kirdim va bu yerdagi New Yorkerdan sizlarga narxlarni tanishtirmoqchiman hozir. To'g'ri, kiyimlar bu yerda u darajada sifatli bo'lmasligi mumkin, lekin eng arzon narxlar shu yerda deb bemalol aytish mumkin. Narxlar bilan video davomida o'zingiz ko'rib tanishishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizga sport kiyimlari yoki butsilar kerak bo'ladigan bo'lsa, brendoviy magazinda sport kiyimlari va butsilar qancha turadi? Shu magazin orqali narxlar bilan tanishishingiz mumkin. Bu ko'rib turgan butsilar hammasi original Adidas, Puma va Nike brendlaridan. Masalan, F50 butsasini ko'pchilik bilsa kerak.
Bu hozir skidkada 70 euro ekan. Asl narxi 95 euro. Original Bavariya futbolkalari qancha turadi? 75 eurodan ekan. Barchasi Bavariya va ko'rganingizdek Dortmund va albatta hammasi original formalar. Bu esa shaharning kechki ko'rinishi. Ko'rib turganingiz Euroshop, ya'ni barcha tovarlar 1 euro yoki shu narx atrofida bo'ladi. Oldimizga politsiya mashinasi kelib to'xtadi, lekin qo'rqishga sabab yo'q, chunki bizda viza bor. Bu videodagi chorraha Kassel Amster, ya'ni markaziy joylaridan biri Kasselni. Va bu yerdan nima topishingiz mumkin? Bu yerda har qadamda turk donerlari bor va narxlar eng arzon deb bemalol aytish mumkin aynan shu joydagi donerlarni. Masalan, shu turk restoranida eng arzon, hozir men bilgan eng arzon doner shu yerda tayyorlanadi. O'zim ko'proq shu joyga kelaman. Joyda donerlar ko'p bo'lgani uchun, raqobat kuchli bo'lgani uchun albatta narxlar bir-biridan arzon. Germaniyada ham albatta mashina signallari ovozini eshitishingiz mumkin. Bu odatiy hol. Soch oldirish narxlari qanaqa? Ko'rishingiz mumkin. 18 euro sochni o'zi, soch soqol 30 euro. Bu kioskda bo'lsa arzonroq sigaretlar, tabaklar va shunga o'xshagan narsalar sotiladi ko'proq.
Bu esa yana Kassel Hauptbahnhof, ya'ni Kassel markaziy stansiyasi. Bu o'tirgan odam ko'chada kitob o'qib o'tiribdi. Uysiz odam, qoyil lekin. Kirishdan oldin Raucherbereich chekadigan zona bu. Poyezd va tramvaylar jadvali. Bu yerdan to'g'ri yuradigan bo'lsak, Sudengleisen, ya'ni Gleis platformalar tomonga yurish. Agarda siz bir martalik tiket sotib olmoqchi bo'lsangiz, shu apparatdan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Qaysi stansiyadan qaysi stansiyaga borishingizni belgilaysiz va narxni ko'rsatadi. Lekin pochtadan tiket doim eng yaxshi variant bo'lib qolgan. Har bir Gleisda shunga o'xshagan yozuv bo'ladi, ya'ni qachon poyezd jo'nab ketish vaqti yozilgan bo'ladi. Bu ko'rib turgan 8, 9, 10, 11 shu raqamlar, ya'ni Gleislar, poyezd platformalari. DB navigator programmasidan poyezdlarni ko'rganimizda Gleis chiqarib beradi va shu Gleisga kelib poyezdimizni topishimiz kerak bo'ladi. Bu qutilar chemodanlarni vaqtinchalik qo'yib turishga mo'ljallangan va chap tomonda 3.4 yoki 3.5 ga 4.5 shunaqa rasm tushsak bo'ladi. To'rttasi 10 euro ekan narxi. Bu qutilar nemischada Schließfach, ko'plikda Schließfächer deb ataladi. Narxi 1 sutka uchun razmeriga qarab 3 eurodan 4 eurogacha ekan. Voy, hali ham kitob o'qib o'tiribdilar ekan, respekt. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganlarim shular edi hozircha. E'tiboringlar uchun rahmat.